Oldi bilan biz shuni bilishimiz kerakki, er ayollar to'y qilishdan burunlar ularning qalbida birdan mix bo'ladi. To'y qilgandan keyin shu deganda bu mixni eng ko'p bosqich kim bo'ldi desa, dal odamning jo'risi bo'ldi. Albatta bu mixni atrofdagi odamlar ham ko'p bosadi, toki bu mix ketkichi. Ammo buni eng ko'p bosgan nimasi jo'ris bo'ldi. Mundaqcha aytgan vaqtda odam jo'ris tarafidan eng ko'p azoblandi. Jo'ris tarafidan eng ko'p yuragi og'riydi. Mundaqcha aytganda er ayollar bir-birining g'ururiga eng ko'p tegdi. Yana bir nuqta ilib aytganda shu bo'lsa, er ayollar yana qarab baqsaq, bu mixni eng ko'p bosqichi bo'lish sifati bilan dal bir-birisining qalb zaxmisini, bir-birisining qalbidagi bu mixni eng ko'p ko'rsatkichi hisoblanadi. Bu albatta bizning masalalarga qanday qarashimizga bog'liq. Nurg'un odamlar bu mixni bosqichini dal nimasi azobni shakllantirguchi deb qaradi. Albatta buni to'g'ri tushunishlik bo'ldi. Chunki mix besilganda og'riydi. Og'rigandan qarshi tarafga o'ch yo'li ketadi. Yana bir nuqta ilib aytsaqchi bo'lsa, bu mixni kishilar bossin, bu sizda bor bo'ladi. Kishilar buni besish orqali nimasi sizning qalbingizda shunday bir mixning borligini ko'rsatib beradi. Bu mix dal qalb zaxmisidir. U siz to'y qilishdan burunlar bolaligingizdan tortib shakllangan bo'ldi. Dal mush masalada odamlarning ko'z qarashi farqlandi. Shuni qisqartib aytgan vaqtda er ayollar bir-birisida azob shakllantiruvchi emas, aslida yoshirin holatdagi azobni ifodalovchi deb qaraldi. Aslimi to'yning, ya'ni bir er bilan bir ayolning to'y qilishning asl maqsadi nima? Asl maqsadi dal nimasi? Bir-birisining qalbidagi bu mixni elitishga yordam berish orqali hayotdan iborat, qor o'nkirdan yana hayotdan iborat bu go'zal bog'chaga birlikda qadam ilishdir. Undan so'ng tuvanda biz qanday qilib muhabbat berish va qarshi tarafda qanday qilganda muhabbat his qildirish orqali qalbidagi bu mixning o'ngishli holda tushib ketishini vujud chiqarib bo'ldi, to'g'ri so'zlaymiz.